Samarqandga kimga kerak bo'lsa inshur bor, nalichida постоянно bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Ko'p odam so'raydi, nima bu? Bu og'ir kasallarga, kim ovqat kam yeydi-yu, ovqat yeya olmayotganlarga, qariyalarga, ovqat yaxshi yemaydi qariyalar bir xillar. Kasaldan keyin har xil operatsiyadan keyin yaxshi ovqat yeya olmayotganlarga mana bu. Bu kunlik pitaniya-da. Keyin onkologiyaga ham bo'ladi bu. Ko'plar so'raydi, onkologiya bo'ladimi? Onkologiya ham bo'ladi. Bu hamma kunlik nima, mikroelement, vitaminlar hammasi borda ichida. Mana yozilgan даже. Perevod qilib o'qisalaring bo'ladi. Samarqandda bu nalichida. Так что kimga kerak bo'lsa murojaat qilib. Bu juda ham zo'r narsa, juda ham yaxshi. Shunaqa oyoqqa turg'izadi bu. Ko'p odam oladi mana. Endi bilmayotganlar yana mana Samarqanddan nomer beraman, lichkamga yozinglar. Kimga kerak bo'lsa Samarqandda bor bu narsa. Boshqa viloyatlarga ham jo'natamiz. Hammaga rahmat.